Bitta mana shu smart выключателimiz bilan sizlar butun shuncha qilganimni chiqding, shuncha qilganim chiqding. Bugungi obzorimizda bugun smart выключательlarimiz bo'ladi. Ya'ni bularning farqi sensor, mexanический va albatta funksionallik haqida. Masalan, aytaylik, sizlar smart выключательlarimizdan bittasini qo'ydinglar. Bunga ulangan svet va lyustradan tashqari shu knopkasini o'ziga Alisa programmasini orqali sizlar o'zingizlar avtomatizatsiya yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu mutlaqo qiyin emas. Masalan, aytaylik, bitta knopkani sizlar bosdinglarmi, xonadoningizda xohlagan elektr jihozingizlar yonib o'chadi. Xohlasanglar butun xonadonni svetlari va boshqa elektr uskunalarni hammasi ishga tushadi. Uydan chiqib ketayotganingizda ham bitta bossanglar, hammasi o'chadi. Buni hammasi o'zingizlarning fantaziyangizga qarab nastroyga qilaverasizlar. Smart выключательlarimizdan obzorga keladigan bo'lsak, bu sensorli выключатель bo'ladi. Ko'rasizlar, qanaqa chiroyli. Nafaqat interyeringlarni sizlarning vidini ochadi, balkim sizlarga anchagina komfort yaratib beradi. Va undan tashqari telefon orqali ham xohlagan joyingizda turib, xohlasanglar Chorvoda, xohlasanglar Dubaydan turib ham yoqaverasizlar. Bu выключательlarimiz qorong'ida ham chiroyli bo'lib turadi. Alisa, выключи свет. Ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli. Bosasizlar, mana ko'rasizlar rangi o'zgarishini. Mexanический выключательlarimizga keladigan bo'lsak, ko'rasizlar, bular ham o'ziga yarasha komforti bor. Bitta bosasizlar yonadi, bitta bosasizlar o'chadi. Bu smart выключательlarimizning ichi hammasi bir xil. O'zingizlar xohlaganinglarni o'rnatsanglar bo'ladi. Hammasi Wi-Fi yoki Zigbee protokoli orqali ishlaydi. Farqi yo'q, sizlarda qaysi Alisa bo'ladi, hozir kichkinasi bo'lsin, xohlasanglar kattasi bo'lsin. Hammasi почти bir xil. Agar sizlarda Zigbee podдержка qiladigan Alisa bo'ladigan bo'lsa, undan ham yaxshi. Masalan, mana bu sensorli выключателimiz hozir mana shu Zigbeega ulangan. Bitta bosdinglar yonadi. Bitta bosdinglar o'chadi. Bu lampamiz to'g'ridan to'g'ri Alisaga Zigbeesiga ulangan. Bu degani internetingiz bo'lmasa ham ishlayveradi. Wi-Fi da ishlaydigani ishlamaydi internetsiz. Bu smart выключательlarimizning eng katta yana plus tomoni. Ko'rasizlar, 220 faqat ulangan, shunaqa lyustralar, svetilniklar ulanmagan. Lekin bosolma yonyapti priborlar. To'g'ridan to'g'ri agar sizlar lyustra bilan svetilniklarni ulab qo'yadigan bo'lsa, u bittada sразу ishlaydi oddiy выключательga o'xshab. Lekin bu aytganimdek, sizlar Alisa'ning programmasiga kirib, avtomatizatsiyani yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, mana bu knopkaga to'g'ridan to'g'ri orqasidan sim ulangan galogenga. Galogenni bitta yoqasizlar, lekin o'shanga qo'shilib, xonadoningizda xohlagan narsalar yonadi. O'chirsanglar, xohlagani o'chadi. Yana plus sizlar o'zingizlar komanda berib qo'ysanglar bo'ladi. Haftani mana shu kuni yon, haftani mana shu kuni o'ch. Soatlarigacha, minutlarigacha hammasini o'zingizlar belgilab qo'ysanglar bo'ladi.